elektriklarni shu ham kasbmi deydi. Chala elektrik bo'lsa albatta kasb emas. Lekin ishini mutaxassisi har bitta tochkasi uchun 40 ming, 50 ming pul oladi. Bitta borganda 20 ta 30 ta joyi hal qilib ketadi. 1,5 million, 2 million pul olib ketadi. Kuniga 1,5 million, 2 million pul olib ketadigan elektrik oyda tasavvur qiling qancha pul topadi. Katta obyektlarni olishadi va hokazo. Nimaga? Chunki u professional. U ishiga kafolat beradi. Ertaga shu joydan qisqa tutashuv chiqib, uyingiz yonib ketmasligiga, hovlingiz yonib ketmasligiga, binoingiz yonib ketmasligiga kafolat beradi. Professional qilib bajaradi. Ochilib navbat kutasiz. Professional santexnikka navbat kutasiz. Professional tish doktoriga ham navbat kutasiz. Misol uchun, bironta ishni zo'r boshlaymiz-da, lekin shu cho'qqisiga chiqaman, zo'r bo'laman degan paytda, ana qiyinchilik paytlarida, qiyin ekan-u, foydasi yo'q ekan-u deymizda, tashlab ketaveramiz.